katta bo'lsam nima bo'laman dedingiz? Kim bo'laman dedingiz? Akadar ko'chim. Voy, kimni yaxshi ko'rasiz? Oyijon nimada jonimi? Alamachaman. Adamni yaxshi ko'raman deyaptilar. Oyijonisini-chi? Alaman. Voy, ana ko'rdinglarmi? Shunaqa bolajonlar. Voy, mana hamma shogirdlar yonimda. Kim she'r aytib beradi? Kim she'r aytib beradi? Mana. Babamız avval senesi yalda hafızı Kıbrıs veri en çok. Albatta, ko'p o'yinchoq olib kelamiz, a? Çok kazanma. Voy jonim bolam, siz bilan hozir birga ashula aytamiz. Ko'z tegmasin. Bayramlar muborak bo'lsin, mani jonim bolalarim. Xo'p, albatta. Hozir men qo'shiq aytib olay, keyin jonim bolam birga o'ynaymiz, xo'p? Hozir ruxsatinglar bilan albatta endi xudo xolisa mana sanoqli kunlardan keyin Jannat makon ona O'zbekistonimizni 35 yillik yubiley to'ylarini nishonlaymiz. Hozir shoh qo'shiqni ijro etishdan oldin mana shu vatanimizning tinchligi abadiy bo'lsin, shu bolajonlarimizni mana shunaqa labida, yuzida faqat kulgu tabassum bo'lsin deb ustozlarimizni adoying bo'lgaymiz seni O'zbekiston qo'shig'ini mana shu bo'lajak mashhur inson bilan birgalikda turib sahnada ijro etamiz bolam. Boydan beri mikrofonimga yopishadilar.